Assalomu alaykum adasi. Bugun payshanba ekan. Ro'za tutuvdim. Siz ham ro'za tutgansiz deb o'ylab ovqat qilmadim. Menga qara, shuncha joyga ish qidirib boraman. Bironta joyda ish berishmayapti. Pul topolmayapman, qiynalyapman. Qayerdan nima qilishni bilmayapman. Sen shu yashayotgan hayotingdan rozimisan? Siz mendan rozimisiz? Har bir narsani chegarasi bo'ladi. Qachongacha ko'nikib yashamoqchisan yo'qchilikka? Adasi, siz roziligingiz uchun hayotda qanaqa qiyinchilik bo'lsa ham chidab yashashga tayyorman. Adasi, siz roziligingiz uchun hayotda qanaqa qiyinchilik bo'lsa ham chidab yashashga tayyorman.